Xo'p, geometriya savollarini ko'rishda davom etamiz. Uchburchakning asosiga tushirilgan mediani uning perimetrini 18 va 24 ga teng bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchakning kichik yon tomoni 6 ga teng. Uning katta yon tomonini toping. E'tibor berib qarasak, bitta uchburchak chiza olamiz. Mana bu medianasi tomoni teng 2 ga bo'ladi. Misol uchun bu yog'ini x desak, bu yog'i ham x bo'ladi. Mana m mediani. Kichik yon tomoni bu yoq 6 deydigan bo'lsak, mana bu yon tomonni a ni so'rayapti. A so'roq ekan. Kichik perimetri p 18 ekan. Bu nimaga teng? 18 barobar 6 qo'shilgan m qo'shilgan x ga teng. Mana bu kichkina uchburchakka teng. Kichkina uchburchakning tomonlari yig'indisiga tengdi. Xuddi shunaqa endi p2 ni ko'radigan bo'lsak, bu 24 ekan. 24 a qo'shilgan m qo'shilgan x ga teng. Shu ikkita tenglikni ayirib yuboradigan bo'lsak, 18 minusda 24, 6 minusda a qoladi. Bular ayrilganda 0 bo'lib ketadi. M bilan x. 18 dan 24 ni ayiradigan bo'lsak, bu minus 6, 6 minus a ga. Bu yerdan a ni topadigan bo'lsak, 12 lik kelib chiqadi. Demak, mana bu tomonimiz uzunligi 12 ga teng ekan. Ikkinchi savol, aniq qanday qiymatlarda uzunliklari mos ravishda shunga teng bo'lgan kesmalar uchburchak yasash mumkin. Uchburchak yasashning qoidasi bor edi. Har doim ikkita tomonning yig'indisi uchinchi tomondan katta bo'lish kerak edi. Bu tarafini 1 plus 2a deydigan bo'lsak, bu yog'ini 1 minusda a deydigan bo'lsak, bu yog'ini 2 deydigan bo'lsak, o'sha qoidani ishlatamiz. 1 plusda 2ta a qo'shilgan 1 minusda a katta 2 dan yoki-da 1 minusda a qo'shilgan 2 katta 1 plus 2a dan. Uchinchisi 1 plusda 2ta a plusda 2 katta 1 minus a dan. Mana bu 3 ta sistema hosil bo'ldi. Endi sistemalar ishlaymiz. Birinchisini ishlasak a katta 0 danligi kelib chiqadi. Ikkinchisini ishlaydigan bo'lsak, minusda 3a bo'ladi. Katta minus 2 dan. Keyingisini ishlaydigan bo'lsak, 3a katta minus 2 dan. Endi bundan yana kelib chiqadiki, a katta 0 dan, a kichik 2 taqsim 3 dan, a kichik minusda 2 taqsim 3 dan. Xo'p, uchalasi kesishgan joyni topamiz hozir. Uchalasi kesishgan joyimiz yo'q ekan. Demak, a ning hech qanaqa qiymatlarida yasab bo'lmas ekan. 0 da 2 taqsim 3 da minusda 2 taqsim 3 da. Minusda 2 taqsim 3 dan kichkina, 0 dan katta deyapti. 2 taqsim 3 dan ham kichkina. Demak, uchalasi kesishgan joyi yo'q bizda. Demak, bu bo'sh to'plam. Uchburchakning 5 ga teng bo'lgan balandligi uni perimetrlari 18 va 26 bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Bitta uchburchak chiza olaylik. Balandlik tushirsak, balandlik har doim 90 gradusda tushadi. 5 ga teng bo'lgan balandligi deyapti. Perimetri 18, p 18, p 26 bo'lgan ikkita kesmaga ajratar ekan. Berilgan uchburchakning perimetrini so'rayapti. Qaranglar, bu yog'ini x deyman, bu yog'ini y deyman. Qadisam, bilsam. 18 teng bo'ladi 5 qo'shilgan x qo'shilgan a ga. 26 teng bo'ladi b qo'shilgan y qo'shilgan 5 ga. Perimetr bilasizlar. Uchburchak perimetri qanaqa topiladi? Uchta tomonning yig'indisi bilan topiladi-da. O'sha qoidadan
moslashtirib ketdik. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 18 ga 26 ni qo'shsak, bu 44 hosil bo'ladi. 10 qo'shilgan 5 ga 5 10 bo'ldi. X qo'shilgan Y qo'shilgan A qo'shilgan B. Bizda mana bu soha, mana bu qismi katta uchburchakni perimetrini beradi. 44 barobar 10 plyusda P. Bu yerdan P ni topadigan bo'lsak, 44 minusda 10. 34 ga teng ekan katta uchburchakning yuzi. Uchburchakning burchaklari nisbati 5, 6, 7 kabi nisbatda bo'lsa, uchburchakning katta burchagini toping. Xo'p, bitta uchburchak chizamiz. Nisbatlari 5, 6, 7 deydigan bo'lsa, biza 5 alfa, 6 alfa, 7 alfa ko'rinishda yoza olsak bo'ladi. Xo'p, uchburchakning ichki burchaklar yig'indisi har doim necha gradusga teng? 180 gradusga teng. 180 gradusga tengligidan 5 alfa, 6 alfa, 7 alfani qo'shsak 180 ga tenglab olamiz. Bundan qo'shib chiqadigan bo'lsak 11, 18 alfamiz teng bo'lyapti 180 gradusga. Bu yoqdan alfani topadigan bo'lsak 10 gradusga kelib chiqadi. Mana bu joyga alfani qo'yadigan bo'lsak, bu burchagimiz kelib chiqadi 60 gradus. Mana bunga alfani qo'yadigan bo'lsak, bu 50 gradus. Bunisi 70 gradusga teng ekan. Uchburchakning keyingi savol. Uchburchakning ikkita tashqi burchaklari 120 gradus, 160 gradusga teng. Uning 3-chi tashqi burchagini toping. Xo'p. Uchburchakning tashqi burchagi mana bu joyga bo'ladi. Bu 160 ekan. Keyingisi bor ekan. Mana 120 gradus ekan. Bunisi mana shuni x so'rayapti. Buni qanaqa topamiz? Общий mana bu joy soha 180 ligidan ichki qismi mana bu joyda 60 gradus tek bo'ladi. Mana bu ham xuddi shunaqa 180 ligidan bu yog'ini 180 dan 160 ta ayirsak 20 gradusga kelib chiqadi. Demak, mana bu sohamiz alfa deydigan bo'lsak, 60 gradus plus 20 gradus plus alfa teng 180 ligidan alfamiz teng chiqadi 100 gradusga. Mana bu sohamiz 100 ekan. 100 gradus. Alfa qo'shilgan x teng 180 ligidan 100 gradus qo'shilgan x teng 180 gradus. Bu yerdan x topadigan bo'lsak 80 gradusga tenglik kelib chiqadi. Demak, bizdan x so'raganda bu 80 gradusga teng ekan 3-chi tashqi burchagi. Keyingisi 6-savol. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi bilan ikkinchi yon tomon orasidagi burchak 20 gradusga teng. Mana bu yerda teng yonli uchburchak desak, yon tomoniga tushirilgan balandligi. Misol uchun yon tomoniga tushirilgan balandligi mana bu qismi bo'lsin. Mana shu yon tomoniga tushirilgan balandligi bilan ikkinchi yon tomon orasidagi burchakni toping. Mana bu sohani so'rayapti. X deb qo'ydik. Endi buni qanaqa topamiz? Yo'q, o'sha joyi 20 gradusga teng. Mana shu joyi 20 gradusga teng. Biz bilamizki, har doim balandlik 90 gradusda tushadi. 90 gradusda tushsa, demak mana bu joyda alfa deydigan bo'lsak, alfa plusda 20 gradus teng bo'lishi kerak 90 gradusga. To'g'ri burchakli uchburchakda 90 gradusdan 20 gradusda ayiradigan bo'lsak, alfamiz kelib chiqadi 70 gradusligi. Mana bu sohani 70 gradus ekan. Endi e'tibor berib qarasak, teng yonli uchburchakning asosidagi burchaklari mana bu joy bilan beta deydigan bo'lsak, mana bu beta teng bo'ladi. Alfa qo'shilgan beta 180 gradus bo'lishi kerak katta uchburchakda. Alfa joyiga 70 gradus qo'yadigan bo'lsak, ikkita beta bo'ladi.
180 gradus. Ikkita bettamiz teng bo'ladi 180 gradus minusda 70 gradus. Bu yoqdan bettani topadigan bo'lsak 110 gradus bo'lingan 2. Betta 55 gradus ekan. Asosidagi burchaklari deganda bizda bettani aytgan. Bettani 55 gradusligini topdik. Ham 55. Xo'p, keyingisi teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 30 gradusga. Teng yonli uchburchak asosidagi burchagi mana bu joy bo'ladi 30 gradus ekan. Biz ham 30 gradus ekan. Shu uchburchakning yon tomoni va ikkinchi yon tomoniga tushirilgan balandlik orasidagi burchakni so'rayapti. Qaranglar, asosidagi burchak 30 dan bo'lsa, mana uchidagi uchini qanaqa topamiz? Alfa qo'shilgan 30 gradus plyusda 30 gradus teng 180 bo'lishi kerak. Uchburchak ichki burchaklar yig'indisidan. Bu yoqda alfani topadigan bo'lsak, 120 gradusga tengligi kelib chiqadi. Demak, yana bitta xuddi shunaqa uchburchak chizib olamiz bu yoqdan. Mana bu joyimiz 120 gradus ekan. Bizdan so'rayotgan narsa xo'p, demak bu 120 gradus bo'lsa, sal ochiqroq bo'ladi. To'xtab turinglar, mana bunaqa chizib beray. 120 mana 120 gradus. E'tibor berib qaranglar, har doim mana bu burchagimiz 90 dan katta bo'lganda shunga yopishgan tomonlarga tushirilgan balandlik har doim tashqi tarafga tushadi. Mana bu ko'rinishda tushadi. Balandlik mana. Balandlik xuddi shu ko'rinishda tushadi. Endi o'sha balandlik va ikkinchi yon tomon orasidagi burchak mana bu x so'rayapti. Biz buni qanaqa topamiz? Qaranglar, mana bu joyda topib oladigan bo'lsak, birinchi buni betta deyman. Betta qo'shilgan 120 gradus teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Bu yoqdan bettani topadigan bo'lsak, 60 gradusga kelib chiqadi. Mana bu joyimiz demak 60 gradus ekan. Endi to'g'ri burchakli uchburchakda ikkita o'tmas burchaklar yig'indisi har doim 90 gradus bo'lishi kerak. X qo'shilgan betta teng 90 gradus. X qo'shilgan 60 gradus, bettaning o'rniga 60 ni qo'yib yubordik. Bu yoqdan x topadigan bo'lsak, 90 gradus minusda 60 gradus. X barobar 30 gradusga kelib chiqadi. Bizdan x so'raganda 30 gradusga teng ekan. Keyingisi uchburchakning ikkita tashqi burchagi yig'indisi 240 gradusga teng. Uning shu burchaklarga qo'shni bo'lmagan ichki burchagini toping. Bitta burchak chizib olamiz. Tashqi burchagi. Tasman shu bo'lsin. Tasman bo'lsin. Mana buni alfa desak, bunisini tashqi burchagi betta. Shu uch burchaklarga qo'shni bo'lmagan desa, mana bu burchak nazarda tutyapti. Shu x so'rayapti. Qaranglar, buni qanaqa topamiz? Alfa qo'shilgan betta har doim tashqi burchaklari 240 gradus bo'lsa, tashqi burchaklar yig'indisi har doim uchburchak tashqi burchaklar yig'indisi har doim 360 gradusga teng. Demak, qaranglar, mana bu burchakda gamma deydigan bo'lsak, alfa plyusda beta plyus gamma 360 bo'lishi kerak. Alfa plyusda betadan joyiga 240 gradus qo'yaman. Gamma 360 gradus. Gammani topadigan bo'lsak, 360 minusda 240 gradus. Gamma barobar 120 gradus. Demak, mana bu joyimiz 120 gradus ekan. Endi gamma qo'shilgan x teng 180 gradusligidan 120 gradus qo'shilgan x teng 180 gradus.
Bu yerdan x topadigan bo'lsak 60 gradusga tenglik kelib chiqadi. Bizdan shu x so'ragan bo'ldi, topdik. Keyin teng yonli uchburchakning uchidagi tashqi burchagi o'sha uchdagi ichki burchagidan 4 marta katta. Teng yonli uchburchak mana yon tomonlari teng deb qaraydigan bo'lsak, uchidagi tashqi burchagi o'sha uchdagi ichki burchagidan 4 marta katta. Mana uchidagi desa mana tepa qismidagi tashqi burchagi mana 4 alfa bo'lsa, ichki burchagi alfa ekan. 4 marta katta ekan tashqi tarafi. Uchburchakning asosidagi tashqi burchagi necha gradus? Asosidagi tashqi burchaklari buni olsak bo'ladi. Bu bilan bu teng, chunki mana bu sohalar ham teng bo'lganligi uchun asosidagi burchak alfa bo'lgani uchun tashqi burchaklari ham betta bo'lib teng bo'ladi. Bizdan bettadan so'rayapti, qaranglar. Buni alfa deb olamiz, tepa alfa degan ekanmiz. X desak bo'ladi. Bizdan betdan qanaqa topamiz, qaranglar. 4 ta alfa plus ta alfa nimani berish kerak bizga? 180 gradusni berish kerak. Chunki bular qo'shni burchaklar yig'indisi 180 ga teng. 5 ta alfa 180 gradus. Bu yerdan alfani topadigan bo'lsak 36 gradusga kelib chiqadi. Mana bu joyimiz 36 gradus ekan. Endi alfa qo'shilgan, x qo'shilgan, ximiz uchburchak ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. 36 gradus plus 2 ta x teng 180 gradusga 2 ta x topadigan bo'lsak, bu yerdan 180 gradus minus 36 gradus ximiz kelib chiqadi. Shunda 72 gradusligi. Mana bu joyimiz 72 gradus, bunisi ham 72 gradus ekan. Endi tashqi burchagini o'sha 72 gradusning tashqi burchagini topish uchun x qo'shilgan betda 180 bo'lishi kerak qo'shni burchaklar yig'indisidan. 72 gradus plus ta betda 180 gradusga teng. Bu yerdan betdan topadigan bo'lsak 108 gradusga tenglik kelib chiqadi. Demak, mana bu joyimiz 108 gradus, bunisi ham 108 gradusga teng. Keyingisi teng yonli uchburchakning uchidagi burchagi 60 gradusga teng. Xo'p, teng yonli uchburchak chizamiz. Uchidagi desa, tepa mana shu sohasidagi aytayotgan mana 60 gradusga teng. Yon tomoniga o'tkazilgan balandlik asosi orasidagi burchakni toping. Demak, uchidagi burchak 60 gradus bo'lsa, pastki asosidagi burchaklari ham teng-ku. Bular ham 60 dan bo'la oladi. Endi bizdan so'rayotgan narsa yon tomoniga tushirilgan balandlik, mana balandlik 90 da tushadi. Mana shu yerdagi alfani so'rayapti. Mana bu uchburchak uchun 90 gradus uchburchak uchun uchburchak uchun mana alfa qo'shilgan 60 gradus har doim 90 gradusga teng bo'lishi kerak. Bu yerdan alfani topadigan bo'lsak 30 gradusga kelib chiqadi. Mana bu joy 30 gradus ekan. Mana e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, balandlik mana bu joy asos orasidagi burchak topdik, 30 gradusga teng ekan. Shu bilan geometriya darsimiz tugadi.